Assalomu alaykum kanalımıza abone olmalar. Bugungi rolikimiz Sputnik Farangiz do'konining yanında joylashgan, o'sha internet fasoddan chiqqan. Şöyle şekilde 4 joy tushgan, shulardan birisi qolgan, 3 sotilgan. Shuni hozir birisini bir obzor etib, bir tanishtirib ko'rib o'tsak. Qani bismillah deb keladigan bo'lsak, damlarimiz keng. Dumya aboydan chiqqan, polностью dedi umanlik joylari tushgan. Elektromontajlari kanal uchun addilik qilingan. Bedine radyatörler devalda koyulup tuttu. Bir anda steynikat yollarına ege eken. Yarışımızda dalanı, leşnissaları düşken. Yerimizde leşnissan hem kuyma şekilde çıkan eken. Aristonla koyulgan nasozlarına ege. Taptaza ucu koyulup tuttu bir de. Bir yerimizde yine vanna cay, hacetxanası joylashgan eken. Benim kichkinamiz yaxshi oldu tushgan. Yanımızda yine kuxnyasi. Kuxnya fartıqlar urib turibdi. Stilli kotyollar bu yerda qo'yilgan. Mana shunday etib qo'yib turamiz gum-go'kanadan. Yana shunday kotyollarga stallar qo'yilgan. Bu yanda kichkina olsam bir bog'i bor. Yine şimdi yok düşken ekan bu yerda. Spot aşağı otursa şaşırıp pişirse oladi ekan. Shunda bu yerda endi astronomiya xonalarimiz 2-qavatda joylashgan ekan. Yana ulanam yaxshi etib neden chiqib nijekidan o'tib turaman. Pesimiz ayak temiz bu kraskeden çıkan halasa kafil bası oladı, halasa laminatür oladı, halasa şurada yerem taşap koysam olur. Yine aboydan çıkan birimiz padagonlikleri koyulgan. Kalın naylana koyulgan ekan. Spalimizden giyin 2 xona. İkinci kavatımızda 2 xonasına ega. Halasa ikisini spalya etadi, birini indi zal qilsam bo'ladi. Yo'lni bo'yina qaragan. Yana shuni. Joyimiz kvadrat metrlardan bo'lamiz. Bu yerimizde bir gene joy qolib turibdi bu yerda hozir. Dokumentlari tayyor ekan, 100%. Dur, oformleniya qilsam bo'ladi. Qator o'g'ircha qilib döşep yashab ketsa bo'ladi. Kvadrat metrlerin çizdiğinizde birini 100 kvadrat metre narxlari 340 milyon so'm puli. Yana shunday joyni kelib ko'chib kelib yashasa bo'ladi. Bir kvartirani puli, hozir 2 xonali kvartirani puli, lekin bu yerda o'zing kelib o'zing chiqasan. Nasozlarni, umanlikini hammajini top-toza qo'yilgan. Laminat boldan chiqqan. Temiz kuydik olsa endi kelib ustunda yurib gaplashsa bo'ladi. Asaydi bolam uchun katta rahmat deb qolamiz. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha xayr, sog'lom bo'lib, salomat bo'linglar.